Bu insoniyatni qadim Yunonlardan to 21-asrgacha hayratda qoldirib kelayotgan savol va biz hali ham javob topolmayapmiz. Qaysi biri oldin paydo bo'lgan? Tovuqmi yoki tuxum? Agar bu savolga so'zma-so'z yondashsak, javob oddiy bo'ladi. Chunki tuxum qo'yuvchi hayvonlar tovuqlardan ancha oldin mavjud bo'lgan. Demak, texnik jihatdan avval tuxum paydo bo'lgan. Ammo bu savol aniqrog'i tovuqmi yoki tovuq tuxumimi degan tarzda qo'yilsa, masala sabab va oqibat aylanasiga aylanadi. Axir, agar tovuq tuxumdan chiqsa, u tuxum qayerdan paydo bo'lgan? Yana bir tovuqdanmi? Unda bu tovuq ham boshqa tuxumdan chiqqan bo'lishi kerak. Demak, savol qayta tug'iladi. Qaysi biri oldin paydo bo'lgan? Bu yerda bizda tovuq jamoasi bor. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tovuq tuxumining shakllanishi uchun zarur bo'lgan OV17 degan oqsil faqat tovuq tuxum donida bo'ladi. Demak, tovuq bo'lmasa, tovuq tuxum ham bo'lmaydi. Ammo buning hammasi tovuq tuxumi degan atamani qanday tushunishimizga bog'liq. Axir, tovuq tuxumi degani tovuq qo'ygan tuxummi yoki ichidan tovuq chiqqan tuxummi? OV17 oqsili bor bo'lgan tovuq bir joydan chiqqan bo'lishi kerak-ku. Yana bir savol. Agar fil tuxum qo'yib undan sher chiqsa, bu fil tuxumi bo'ladimi yoki sher tuxumi? Bu esa bizni boshqa jamoaga olib boradi. Tuxum jamoasiga. Ko'payish jarayonida ikki organizm DNK orqali genetik ma'lumotlarni uzatadi. Lekin bu DNK ko'chishi hech qachon 100% aniq emas. Ozgina o'zgarishlar yuz beradi. Shu kichik mutatsiyalar minglab avlodlar davomida yangi turlarni paydo qiladi. Bu genetik o'zgarishlar zigota degan joyda, ya'ni dastlabki hujayrada yuz berishi kerak. Shunday qilib, tovuqqa juda o'xshagan bir jonzot, agarda unga prototovuq degan nom bersak, boshqa prototovuq bilan juftlashadi va kichik mutatsiya natijasida birinchi tovuq dunyoga keladi. Bu tovuq esa tuxum ichida o'sadi. Demak, tuxum oldin bo'lganmi? Shunda tovuq jamoasi aytadi: bu oddiygina prototovuq tuxumida o'sayotgan tovuq edi. Aslida bitta mutatsiya hech qachon yangi tur paydo qilmaydi. Biz odamlar jonivorlarni turkumlarga bo'lishni yaxshi ko'ramiz. Lekin bu faqat hozirgi holatga asoslangan, millionlab yillar avval qanday bo'lganini hisobga olmaydigan jarayondir. Evolyutsiya jarayoni shunchalik sekinki, prototovuqning tovuq tug'ishi o'sha vaqtda hech qanday yangilik bo'lib ko'rilmagan. Bu xuddi itlarning bo'ridan kelib chiqqani kabi. Insonlar bo'rilar bilan aloqa qilgan, ularni qo'lga o'rgatgan. Hech qanday aniq mana bu bo'ri, mana bu it degan nuqta bo'lmagan. Aksincha, avloddan avlodga odamlar kamroq agressiv bo'rilarni tanlagan. Shunday qilib, genetik va xulq-atvordagi farqlar paydo bo'lgan. Ko'plab avlodlar davomida bu farqlar chuqurlashgan. Xo'sh, biz endi qayerdamiz? Ikki asosiy ssenariy bor. Birinchisi, tuxum qo'yuvchi qadimiy jonivorlar prototovuqni paydo qilgan, u esa prototovuq tuxumini qo'ygan. Shulardan birida mutatsiya bo'lib, biroz ustunlik bergan va bu birinchi haqiqiy tovuq bo'lgan. Keyinchalik esa u tovuq tuxumlarini qo'ya boshlagan. Demak, bu holda tovuq oldin paydo bo'lgan. Yoki ikkinchi ssenariy. Prototovuq tuxum qo'ygan, lekin tuxumdan chiqayotgan narsa biz hozir tovuq deb ataydigan mavjudot edi. Demak, tuxum oldin paydo bo'lgan. Bu esa yana bosh masalaga qaytadi. Tovuq tuxumi degani nimani anglatadi? Bu savol asosan chuqur ma'noga ega emas. Lekin kun oxirida hammamiz bir narsaga kelisha olamiz. Haqiqiy tovuq qanday bo'lmasin tuxumdan chiqqan. Demak, tuxum birinchi paydo bo'lgan.